Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi ma'lumot juda muhim. 1 avgustdan men pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar masalasi bo'yicha qaror qabul qilingani haqida ko'pchilik savol beryapti. Kimga qo'shimcha pul tushadi? Kim kutmasligi kerak? Qaysi holatda ariza berish zarur? Qaysi holatda pul avtomatik hisoblanadi? Mana shu savollar hozir minglab pensionerlar va ularning farzandlarini xavotirga solyapti. Men bugun sizga bu mavzuni oddiy tilda aniq misollar bilan tushuntirib beraman. Iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim holatlarda odamlar bilmagani uchun o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmay qoladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot nafaqat sizga, balki ota-onangiz, buvalaringiz, qo'shnilaringiz uchun ham kerak bo'lishi mumkin. Avvalo bir narsani tushunib olaylik. Pensionerlar uchun qo'shimcha to'lov deganda hamma bir xil pul oladi degani emas. Ko'pchilik avgustdan hamma pensionerga falon so'mdan berilar ekan deb o'ylaydi. Amalda esa qo'shimcha to'lovlar turli sabablar bilan berilishi mumkin. Masalan, pensiya miqdori eng kam iste'mol yoki belgilangan minimal pensiya darajasidan past bo'lsa, farq qo'shimcha to'lanishi mumkin. Yoki ayrim toifadagi pensionerlar, nogironligi bo'lganlar, boquvchisini yo'qotganlar, yolg'iz yashovchi keksalar, parvarishga muhtoj shaxslar, urush va mehnat faxriylari, ayrim imtiyozli toifadagilar uchun alohida ustamalar bo'lishi mumkin. Oldin qanday edi? Oldin ko'p hollarda pensionerlar o'zlariga tegishli ustama yoki qo'shimcha to'lov borligini bilmas edi. Kimdir mahalladan eshitardi. Kimdir pensiya jamg'armasiga borib so'rardi. Kimdir esa umuman ariza bermasdan yillar davomida kamroq pul olib yurardi. Ayrim to'lovlar avtomatik hisoblanardi. Ayrimlari uchun hujjat talab qilinardi. Shu joyda eng katta muammo paydo bo'ladi. Odam menga o'zi avtomatik tushadi deb kutadi, lekin uning holati bo'yicha ma'lumot bazada yo'q bo'lsa, to'lov belgilanmaydi. Endi nima o'zgaryapti? 1 avgustdan boshlab qo'shimcha to'lovlar bo'yicha e'tibor kuchaygani, ayrim toifadagi pensionerlarning pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi, zarur hollarda ustama va kompensatsiyalar hisoblanishi haqida gap ketmoqda. Men sizga ekspert sifatida shuni aytaman. Bunday yangiliklarda eng muhim narsa men qaysi toifaga kiraman degan savolga javob topish. Chunki qo'shimcha to'lov hammaniki emas, shartlarga mos kelgan odamniki. Birinchi navbatda pensiyasi juda past bo'lgan fuqarolar e'tibor berishi kerak. Masalan, bir pensionerning oylik pensiyasi 760 ming so'm bo'lsa, lekin amaldagi tartib bo'yicha uning toifasiga nisbatan minimal miqdor yuqoriroq belgilangan bo'lsa, farq qo'shimcha to'lov sifatida chiqarilishi mumkin. Bu yerda aniq raqamlar har bir davrda amaldagi qonun va qarorlarga qarab o'zgaradi. Shuning uchun men doim aytaman. O'z pensiya miqdoringizni nafaqat qo'lingizga tushayotgan pul bo'yicha, balki rasmiy hisob-kitob bo'yicha ham tekshirtiring. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Agar inson yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsa-yu, keyinchalik nogironlik holati rasmiy tasdiqlangan bo'lsa, ayrim vaziyatlarda unga qo'shimcha ustama yoki boshqa turdagi ijtimoiy to'lovlar tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, oli taksi yoshli otaxon yoshga doir pensiya oladi. Keyin sog'ligi yomonlashib, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi tomonidan nogironlik guruhi belgilanadi. Mana shu ma'lumot tegishli tizimlarga to'g'ri kiritilmasa, qo'shimcha hisob-kitob kechikishi mumkin. 3-toifa yolg'iz yashovchi keksalar. Hayotda shunday holatlar ko'p. Farzandlar boshqa viloyatda yoki chet elda, pensioner esa uyda yolg'iz yashaydi. Agar u ijtimoiy himoyaga muhtoj sifatida ro'yxatga olingan bo'lsa, ayrim yordamlar, kompensatsiyalar, kommunal to'lovlar bo'yicha yengilliklar yoki mahalla orqali ko'maklar berilishi mumkin. Lekin men yolg'izman deb aytishning o'zi yetmaydi. Holat hujjatlar va mahalla ma'lumotlari bilan tasdiqlanishi kerak. 4-toifa boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu yerda ham ko'p nozik jihatlar bor. Masalan, eri vafot etgan ayol boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olishi mumkin. Lekin u yana yoshga doir pensiya olish yoshiga yetgan bo'lsa, qaysi to'lov foydaliroq ekanini hisoblatib ko'rish kerak. Ayrim odamlar bir turdagi pensiyadan ikkinchisiga o'tish yoki qayta hisoblash imkoniyatini bilmaydi. Natijada oyga 100 ming, 200 ming, ba'zan undan ham ko'proq farqni yo'qotadi. 5-toifa ish staji hujjatlarida muammo bo'lganlar. Masalan, pensionerning mehnat daftarchasida 1960-1990 yillardagi ishlagan joyi bor, lekin arxivdan tasdiq yo'q. Oldin shu davr hisobga olinmagani uchun pensiya kam chiqqan bo'lishi mumkin. Agar hozir arxiv hujjati topilsa, pensiya qayta hisoblanadi. Bu ham qo'shimcha to'lovga olib kelishi mumkin.
Ba'zan odam pensiyaga chiqqaniga 5 yil bo'lgan. Lekin qo'shimcha staj topilgandan keyin uning pensiyasi oshadi. Bu juda real va amaliy holat. Keling, oddiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, 63 yoshli Xolmat aka 32 yil ishlagan. Lekin pensiya tayinlanganda faqat 25 yil staj tasdiqlangan. Sababi u ishlagan zavod yopilgan, arxiv hujjatlari vaqtida topilmagan. Xolmat aka oyga 1 million 1 ming so'm pensiya olgan. Keyin farzandi arxivga so'rov yuborib, yana 7 yillik ish haqi va stataj hujjatini topgan. Pensiya jamg'armasi qayta hisob-kitob qilgandan keyin pensiya 1 million 320 ming so'mga ko'tarilishi mumkin. Oyga farq 7 ming so'm bo'ladi. Agar bu qayta hisoblash 1 avgustdan kuchga kirsa, keyingi oylarda qo'shimcha pul muntazam tushadi. Ikkinchi misol, 70 yoshli onaxon opa yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 900 ming so'm atrofida. U kommunal to'lovlarni to'lashda qiynaladi. Dori-darmon xarajatlari ko'p. Agar u mahalla tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj sifatida ro'yxatga olingan bo'lsa, unga bir martalik moddiy yordam, oziq-ovqat yordami, kommunal kompensatsiya yoki boshqa mahalliy dasturlar orqali ko'mak berilishi mumkin. Lekin agar onaxon opa hech qayerga murojaat qilmasa, mahalla faollariga ahvolini aytmasa, hujjatlari yangilanmasa, bu yordam kechikadi. Uchinchi misol, bir ayol 2 yoshda pensiyaga chiqqan, lekin uning turmush o'rtog'i vafot etgan va farzandlari hali voyaga yetmagan davr bo'lgan. U boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha imkoniyatlarini bilmagan. Keyin maslahat olib, hujjat topshirganida ayrim to'lovlar unga tegishli bo'lishi mumkinligi aniqlangan. Bunday vaziyatlarda eng muhim narsa oila tarkibi, vafot etgan shaxsning ish staji, pensiya turi va amaldagi qonunchilikka mos kelishini tekshirtirish. To'rtinchi misol, nogironligi bo'lgan pensioner dori-darmon uchun har oy 400 ming so'm sarflaydi. U faqat yoshga doir pensiya oladi, nogironlik bo'yicha alohida imtiyozlarni rasmiylashtirmagan. Tibbiy hujjatlar, nogironlik guruhi, parvarish zarurati kabi ma'lumotlar to'g'ri kiritilgandan keyin unga ustama yoki boshqa yordam turlari ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda men albatta falon pul beriladi demayman. Chunki har bir holat individual. Lekin tekshirtirish shart. Endi kimlar ortiqcha xavotir qilmasligi kerak. Agar sizning pensiyangiz qonun bo'yicha to'liq hisoblangan bo'lsa, barcha stajlaringiz kiritilgan bo'lsa, imtiyozli toifaga kirmasangiz, nogironlik yoki alohida ijtimoiy maqomingiz bo'lmasa, 1 avgustdan sizga alohida qo'shimcha to'lov tushmasligi ham mumkin. Bu normal holat. Chunki har qanday qaror aniq toifalarga qaratiladi. Yana bir holat. Ayrim pensionerlar hamma oladi, men ham olaman deb bank kartasini tekshirib kutadi. Keyin pul tushmasa xavotirlanadi. Men bunday vaziyatda maslahat beraman, avvalo vahima qilmang. Pensiya to'lovlari ba'zan bank, pochta, hududiy grafik, bayram kunlari, texnik jarayonlar sabab 1-2 kun farq bilan tushishi mumkin. Lekin agar qo'shimcha to'lov haqida rasmiy ma'lumot bo'lsa va siz shu toifaga kirsangiz, unda albatta aniqlashtirish kerak. Eng muhim nozik jihat shuki, qo'shimcha to'lovlar ko'pincha avtomatik deb aytiladi. Lekin avtomatik tizim ham ma'lumotga tayanadi. Agar ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, natija ham noto'g'ri chiqadi. Masalan, pasport ma'lumotlari yangilangan, lekin tizimda eski ma'lumot qolgan bo'lishi mumkin. Yoki pensioner boshqa tumanga ko'chgan, lekin pensiya ish ko'chirilmagan. Yoki nogironlik muddati tugagan, qayta ko'rikdan o'tmagan. Bunday holatlarda to'lov to'xtashi yoki hisoblanmasligi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, arxiv hujjatlari. Ko'plab pensionerlarning asosiy muammosi mehnat staji bilan bog'liq. Sovet davrida yoki 1990 yillarda ishlagan korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan, hujjatlari tuman arxivga topshirilgan bo'ladi. Odamlar esa u zavod yo'q-ku, demak stajim yo'qoldi deb o'ylaydi. Yo'q, bunday emas. Arxiv so'rovi beriladi. Korxonaning hujjatlari qayerga topshirilgani aniqlanadi. Ish haqi ma'lumotlari topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, pensiyani qayta hisoblash hamma vaqt o'tgan yillar uchun to'liq qaytarib beriladi degani emas. Qonunchilikda murojaat qilingan sana, hujjat taqdim etilgan sana, xatolik kim tomonidan bo'lgani kabi holatlar ahamiyatli. Masalan, agar pensioner yangi hujjatni bugun topshirsa, qayta hisoblash keyingi oydan yoki belgilangan tartibda amalga oshirilishi mumkin. Agar davlat organining xatosi aniqlansa, boshqa tartib qo'llanishi mumkin. Shuning uchun har bir javobni yozma shaklida olish foydali. To'rtinchi nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Har safar pensiya, nafaqa, qo'shimcha pul haqida yangilik chiqqanda ayrim firibgarlar faollashadi. Ular telefon qilib, sizga qo'shimcha pul chiqdi, karta raqamingizni
SMS kodini ayting deydi. Hech qachon SMS kodini, bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini. PIN kodini hech kim aytmang. Pensiya jamg'armasi bank yoki mahalla xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shuni so'rasa, bilingki bu xavfli holat. 5-nozik jihat propiska va yashash manzili. Ba'zi yordamlar yashash joyi bo'yicha ko'rsatiladi. Masalan, pensioner Toshkentda farzandinikida yashaydi, lekin ro'yxati boshqa viloyatda. Uning pensiyasi bir joydan, ijtimoiy yordam boshqa joydan yuritilishi mumkin. Bu chalkashliklar to'lov kechikishiga sabab bo'ladi. Shu sababli yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, bank kartangiz faol ekanini tekshirtirib qo'yish kerak. Endi eng muhim qismiga keldik. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, pensiya miqdoringiz va asosini tekshirtiring. Buning uchun hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Agar elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, my.gov.uz orqali ham ayrim ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Siz pensiya Qancha staj kiritilgan, o'rtacha ish haqi qanday olingan, ustamalarim bormi deb so'rashingiz kerak. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Odatda quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, nogironlik belgilangan bo'lsa tibbiy ekspertiza hujjati. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, yolg'iz yashash yoki ijtimoiy himoyaga muhtojlik bo'yicha mahalla ma'lumotlari. Har bir vaziyatda ro'yxat farq qilishi mumkin, lekin asosiy tayyorgarlik mana shular. Uchinchi qadam, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar siz qo'shimcha to'lov yoki qayta hisoblash so'rayotgan bo'lsangiz, yozma ariza bering. Arizada oddiy qilib yozasiz. Mening pensiyamni qayta hisoblab berishingizni, qo'shimcha to'lovlar va ustamalar bo'yicha huquqimni tekshirishingizni so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qilasiz. Eng muhimi, arizangiz qabul qilingani tasdiqlovchi raqam yoki muhr oling. Elektron topshirsangiz, ariza raqamini saqlab qo'ying. 4-qadam, bank kartangizni tekshiring. Pensiya kartaga tushadigan bo'lsa, karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi, bankdagi telefon raqamingiz faolmi? Bularni tekshirib qo'ying. Ba'zan odam pensiyam tushmadi deydi. Aslida karta muddati tugagan bo'ladi yoki bankda texnik cheklov bo'ladi. Agar pochta orqali olsangiz, hududingizdagi to'lov grafikini aniqlang. 5-qadam, mahallaga murojaat qiling. Agar siz yolg'iz yashasangiz, kasal bo'lsangiz, dori-darmonga muhtoj bo'lsangiz, uy-joy yoki kommunal xarajatlar og'ir bo'lsa, mahalla raisi, hokim yordamchisi yoki ijtimoiy xodimga holatingizni bildiring. Ijtimoiy yordamlarning bir qismi aynan mahalla orqali aniqlanadi. Bu pensiya emas, lekin pensionerning umumiy daromadiga yordam bo'ladigan qo'shimcha ko'mak bo'lishi mumkin. 6-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Masalan, tuman bo'limi javobi sizni qoniqtirmasa, viloyat darajasidagi pensiya jamg'armasiga yoki tegishli vazirlikning ishonch telefonlariga murojaat qilish mumkin. Har doim hujjat bilan gapiring. Ariza nusxasi, javob xati, pensiya hisob kitobi, arxiv ma'lumotnomasi qo'lingizda bo'lsin. Hujjat bo'lmasa, masalani isbotlash qiyinlashadi. Men alohida ogohlantiraman. 1 avgustdan hamma pensionerga bir xil qo'shimcha pul beriladi degan gapni eshitsangiz, darhol tekshiring. Rasmiy manba bormi? Qaror raqami bormi? Qaysi toifa ko'rsatilgan? To'lov miqdori aniq yozilganmi? Agar faqat eshitdim, telegramda chiqdi, qo'shnim aytdi bo'lsa, bunday ma'lumotga ishonib xulosa qilmang. Yana pulni tezlashtirib beraman, ustama chiqarib beraman. Ichkarida odamim bor deganlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya masalasi qonuniy hujjatlar asosida hal qilinadi. Agar sizga haqiqatan ham qo'shimcha to'lov tegishli bo'lsa, uni pora yoki tanish-bilishsiz ham olishingiz kerak. Agar tegishli bo'lmasa, kimdir va'da berib pulingizni olib ketishi mumkin. Yana bir muhim masala, pensionerning farzandlari ham bu ishda yordam berishi kerak. Ko'p ota-onalar ariza yozishni, elektron xizmatdan foydalanishni, arxivga so'rov yuborishni bilmasligi mumkin. Farzandlar oyijon, dadajon, pensiyangizni bir tekshirtirib qo'yaylik desa katta foyda bo'ladi. Ba'zan 25 daqiqalik tekshiruv yillar davomida yo'qotilgan imkoniyatni ochib beradi. Agar sizga qo'shimcha to'lov hisoblangan bo'lsa, odatda u pensiya bilan birga kartaga tushadi yoki alohida summa sifatida ko'rinishi mumkin. Bank SMS xabarida umumiy tushum yoziladi. Agar summa odatdagidan ko'proq bo'lsa, bu qo'shimcha hisob kitob bo'lishi mumkin. Lekin aniqlik uchun bankdan emas, pensiya bo'limidan
qaysi asosda qancha qo'shimcha hisoblandi deb so'rash kerak. Chunki bank faqat pul o'tkazmasini ko'radi. Pensiya hisob kitobining mazmunini tushuntirib bermaydi. Agar pul tushmasa, birinchi kuni vahima qilmang. To'lov jadvali, bank texnik ishlari dam olish kuni ta'sir qilishi mumkin. Lekin o'tib 5 ish kuni ichida ham o'zgarish bo'lmasa va siz o'zingizni qo'shimcha to'lov oladigan toifaga kiritaman deb hisoblasangiz, albatta murojaat qiling. Murojaatda iyul avgustdan qo'shimcha to'lovlar bo'yicha mening huquqimni tekshirib berishingizni so'rayman deb yozing. Aziz tomoshabinlar, iyul avgustdan pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar masalasi juda muhim, lekin eng asosiy xulosa shuki, hamma uchun bir xil yondashuv yo'q. Kimning pensiyasi past, kimning staji to'liq kiritilmagan, kim nogironlik yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj toifaga kiradi, kim boquvchisini yo'qotgan, kim yolg'iz yashaydi. Har bir holat alohida tekshiriladi. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq hujjatlaringizni ko'rib chiqing, pensiya hisob kitobingizni tekshirtiring, arxiv stajlaringizni izlang. Mahallaga va pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan tortinmang. O'zingizga tegishli pulni talab qilish uyat emas, bu sizning qonuniy huquqingiz. Agar sizda shu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Pensiyangiz qancha? Qaysi hududdansiz? Qanday muammo bor? Imkon qadar keyingi videolarda umumiy tushuntirish beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling. Chunki pensionerlar uchun bunday muhim yangiliklarni men sizlarga sotda aniq va ishonchli qilib yetkazishda davom etaman.